O'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi qonunda jismoniy va yuridik shaxslarning nechta sotixgacha bo'lgan yerlari mulk va ijara huquqi rasmiylashtirib beriladi. 1998-yil 1-iyulga qadar, ya'ni yer kodeksi tashkil topgunga qadar bo'lgan obyektlarga, qurilgan obyektlarga 24 sotixgacha ruxsat beriladi va 1998-yildan 2018-yil 1-mayga qadar qurilgan obyektlarga Toshkent shahar, Nukus shahar va viloyat markazlarida 6 sotixdan, qolgan hududlarda 12 sotixgacha ruxsat etiladi. Yer uchastkasiga ijara huquqi beriladi, mulkiga nisbatan mulk huquqi beriladi. Ya'ni obyektiga nisbatan mulk huquqi beriladi. Yer uchastkasiga 49 yildan 99 yilgacha. Ya'ni bu agar turar joy sifatida foydalanib kelayotgan bo'lsa, 99 yilgacha ijara huquqi beriladi. Noturar turar joydan boshqa toifa foydalanayotgan bo'lsa, 49 yilgacha ijara huquqi beriladi.